Oddiygina mis, nuchligina. Buni chizamiz mana. Chizgan hech nima bo'lmaydi mana. Har qanaqasiga chiqadi. Akalar, fasad uchun yangi mahsulot chiqqan. Videoni oxirigacha ko'rsangiz aytib o'taman. Hozir biz Yangiqo'rg'on debda mijozimizni uylariga keldik. Usta akamiz mana shu uyni fasad qismiga shuna yangi mahsulot ishlatishganki, xuddi sizlar kabi menga ham qiziq. Bu mahsulotning nomi qanday va ma'lumotlari qanday? Usta akamizdan so'rab olamiz. To'lqinjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka, zuyimsiz? Aka, bu uyni fasadiga qaysi mahsulotdan ishlatdingiz? Menga to'g'risi qiziq, bu mahsulot hozir travertin, atachentolardan qanaqangi farq qiladi? Bu mahsulotimiz Marino, travertin, atachentolardan farqi qattiqligida, keyin issiqqa, sovuqqa chidamliligida. Bu mahsulot misol uchun mana oddiygina mis, nuchligina. Buni chizamiz mana. Chizgan hech nima bo'lmaydi mana. Har qanaqasiga chiqadi. Ishlarsa bo'lmaydi. Suvga ham, issiqqa ham, sovuqqa ham chidamliligi. Ham ishlatilishi qulay. Tavsiya berib qolamiz. Misol, shunaqangi fasadlar ham bo'lsa, qilaverasizlar. Tushunishim bo'yicha aka, bu mahsulot qolgan mahsulotlarga qaraganda anchagina sifatli, qattiqroq, suvga ham chidamli deyapsiz, to'g'rimi? Suvga ham chidamli. Anchagina suvga, issiqqa, sovuqqa, misol chizilmaydi, qirilmaydi mana, misol uchun mana. Mixda chizyapman mana. Mana mixda chizyapman. Misol negativlar bo'lishi mumkin. Mixda chizsalik, mixda uchi yo'q. Nomiga chizyapsan. Qattiq qilib chizib ko'rsatib beryapman mana. Demak, umuman izi yo'q bu mahsulotda. Keyin bu ozgina narxi bo'yicha farq ham qiladi travertinlardan ko'ra, to'g'rimi aka? Ozgina farq qiladi. Lekin puliga stoychli mahsulotda. Ekanlar o'zi biladi. Shunaqangi mahsulot. Aka, bu mahsulotni qaysi filialimizdan xarid qilib oldingiz? Bu mahsulotni Domstroydagi, Yangiqo'rg'ondagi Domstroy filialidan xarid qilganmiz. Uy egasiga misol tavsiya berganmiz. Shunga qarab qilishgan. Nechta kvadratga ishlatdiling bu mahsulotdan aka? Bu mahsulotimiz bir paqir 25 kilo bo'ladi. 20 kvadrat, 25 kvadrat ishlatishga bog'liqda. Ishlatsak, misol tortiladigan bo'lsa, bu 15 kvadrat, 13 kvadrat ketadi. Agar sepiriladigan bo'lsa, 25 kvadrat, 20 kvadratga ketadi. Tushunishim bo'yicha bu uyni ichiga ham qilinganda bu mahsulotdan, to'g'rimi aka? Ichiga ham qilingan fasadlarga, ichkariga. Qana sepish qulaymi yoki surkash qulaymi aka buni? Bu sepgan ma'qul. Sepgan ma'qul. Stik bo'lmaydi. Surkagandan ko'ra sepilgan qulay. Qancha yil turadi deb o'ylaysiz aka mana shu mahsulot? Misol sho'r chiqmasa, namgarchilik bo'lmasa, yillab turaveradi. Qancha yillarga sizga xizmat qilib beradi bu mahsulot. Mijozlar, mana usta akamizning fikrlarini eshitdinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana usta akamizning raqamlarini pastga yozib qoldiramiz. Bu mahsulot agar sizga qiziq bo'lsa, Domstroyning barcha filiallaridan xarid qilib olsanglar bo'ladi.